9-may kuni Rossiyaning ko'plab shaharlarida Barhayot polk marshi o'tkazildi. Xususan Moskvada markaziy maydon Qizil maydondan o'tgan bu marshda minglab o'zbek muhojirlar ham ishtirok etdi. Biz o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga Ikkinchi jahon urushi va bu marsh to'g'risida bir qancha savollarni berib ko'rdik. Ikkinchi jahon urushi qachon boshlangan? 41-yil boshlangan. 41-yili boshlangan. Ikkinchi jahon urushi 43-yil boshlanganmi? Yo'q, ma'lumotimiz yo'q. 1441-yil boshlanib, 1445-yil tugagan. 45da ish qilib tugaganda. Stalin kimligini bilasiz? Ha, bilaman. Kim? Boshlovchi bo'lganda. Bilmadim, o'sha esimda to'g'ri. Prezident bo'lgan, SSR prezident bo'lgan odamda. Gitler kim bo'lgan? Gitler o'rislarda eng katta boshlig'i bo'lgan. Gitler endi podshoh bo'lganda katta. Hayır, SSR podshosi. SSRning podshosi. Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing betofiq, ovsar, turqinga bir qarasangchi. So'tak.